Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalari yaxshimisizlar? Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Bugungi video obzorimiz, xudo xolasa, uy-joy olaman degan akalarimizga, ukalarimizga manfaatli video bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa, Asaka tumanidamiz, Navoiy savxozi Navro'z samovarini oldida 6 sotikdan iborat 4 xona uy bilan uy sotiladi, qadrdonlar. Olmoqchi bo'lganlarga bittadan laklarni urib orasizlar, xudo xolasa. Videolarimiz manfaatli bo'lsin. Inshaalloh lak uringlar albatta. Lak ursanglar uy-joy olaman degan aka-ukalarga yetib boradi, xudo xolasa, qadrdonlar. Biz videoni boshladik, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Uyni ko'rsatamiz, bir qator poni video obzor qilib beramiz. Ajoyib uy, qadrdonlar. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, shu uy sotiladi. Gentra mashinasi ham sotiladi. Qaytishda buni ham obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Uydan keyin o'ta ham ob-havolari zo'r joyda. Ob-havolari zo'r joyda. Ko'm-ko'k, hamma yo'q, ko'm-ko'k. Havolari toza. Bu yerga chiqqan odam maza qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kirishimizdan o'ng qo'l tarafda ham uy, xudo xolasa. Naveslarni ko'ryapsizlar. Hamma yo'q joyida. Bir oilaga hamma sharoit yetarlik. Xudo xolasa, naveslarni ko'ryapsizlar. Naveslarni ham juda chiroyli qilingan. Akalar, ukalar, qadrdonlar, mevazorlarni qaranglar, mevazorlarni. Gilozlarni ekib, hamma yo'q zo'r qilib qo'ygan ekan. Bu yerda hojatxonasi. Uyda ko'rinishi. Akalar, ukalar, laklarni urib ko'ringlar. Videoda laklarni urib ko'ringlar. Uy-joy olaman degan aka-ukalarga yetib borish kerak, xudo xolasa. Mana hovuz qilingan ekan. Hovuz ham hali xalaqit qilinmaydigan darajada qilingan ekan, ajoyib qilib. Mana suvlari bilan tayyor 4 tonna ekan. Hovuz 4 tonnalik. Uylar bitgan. Tashqari tomonlari endi patoloy qilinadi. Ichkariga kirib ko'rsatmaymiz, xudo xolasa. Tashqaridan ham ko'rgan odam tushunib olaveradi. Uylarni ichlari ham chiroyli, go'zal holatda. Akalar, ukalar, shu holatda uy Asaka tumani, Navoiy savxozi Navro'z samovarini oldida, ozgina pastga tushganda oldida mevalarni ekib, ko'kartirib, mana chiroyli qilib qo'ygan. Atrofi zabor. Naveslarni ko'ryapsizlar. Xonadon juda ham bejirim. Olmoqchi bo'lgan aka-ukalarga pastga nomerlarni qo'yamiz. Uyda egasini nomerlarini qo'yamiz. Narxini aytmaymiz, qadrdonlar. Narxi o'zi bilan kelishasizlar. Endi narxini aytyapmiz. Baribir uyda egasidan yana bir qator so'rayapsizlar, menga telefon qilyapsizlar, nech pul ekan deb. Shunga uyda egasini nomerlarini qo'yapmiz. O'zlaring bemalol gaplashib olaverasizlar. Qadrdonlar, qiziqinglar. Bir xona uy qo'ygan ekan, bitmagan. Bu yoqda 3 xonasi poni bitgan ekan. Podvallari bor-a? Qayta podvalli joylashgan ekan, podvallarni ham chiroyli qilingan ekan, mana shu yerda podvallar. Endi ko'chib chiqqan odam harakatini qilaveradi u yoqni. Uyda egasi shu kecha qilib qo'yibdi. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Boshinglar gazini, uyda egasini pastga nomerlarini qo'yapmiz, xudo xolasa. Ochiq havo, tanga davo. Xudo xolasa, mana bitta Gentramiz ham sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra sotiladi. 230 ming yurgan ekan. Holati toza. Buni ham qiziqib qo'yasizlar. Bu ham uyda egasini mashinasi. Pastga nomerlar, pastga nomerlarga telefon qila olasizlar, Gentraga ham. Holati toza ekan. Shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Ichkarilarni ko'rsatib beraman. Mashinani salon qismi holati 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 230 ming yurgan ekan. Sotiladi. Kapotlarni ham ko'rsatib beramiz. Kapotlari ham hamma yoq tiniq holatda ekan.
kuzov toza ekan, kraskasi yo'q. Akalar, ukalar, uyda egasini mashinasi. Telefon qilib buni ham bemalol mashina olmoqchi bo'lganlarga, aynan Gentra olmoqchi bo'lganlarga mana Gentra olib bemalol minaverasizlar, xudo xolasa. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Sog' va salomat bo'linglar, akalar, ukalar, qadrdonlar.